U birinchi marta paydo bo'lgan kechada qorovul qishlog'i jim edi. Faqat to'satdan sovuq qichqiriq havoni pichoq kabi yorib, hatto uvillagan shamolni ham tinchitdi. Ularning aytishicha, bu qora qonning birinchi qurbonini olib ketayotgan ovozi edi va o'shandan beri bu chekka aholi punktida hech bir jon quyosh botgandan keyin tashqariga chiqishga jur'at eta olmadi. Chunki afsonalarga ko'ra, tanasiz qol erkin, ko'rinmas holda yurib, yolg'onchilar va o'g'rilarni qidirib, devorlar bo'ylab sudralib, eshiklar ostidan sirgalib, hech qanday tabib davolay olmaydigan muzdek tutqich bilan tomoqlarni orab yurgan. Chollar bu hodisani birinchi marta o'nlab yillar oldin payqashganini aytishdi. O'shanda bir fermer dalalarda uzoq kun o'tkazgandan so'ng uyga qaytib kelganida, xotini dahshatdan qichqirayotganini, go'yo ko'rinmas kuch bilagini qisib qo'ygandek, faqat havoga ishora qilayotganini ko'rishgan. Ertalab u ketdi. Yog'och taxtalarda faqat qora, palma shaklidagi iz qoldirdi va o'shandan beri qorovuldagi har bir oila yotishdan oldin marosim qo'rquvi bilan munosabatda bo'ldi. Eshiklarni qulflab, ostonalarga tuz sepib, endi sudralib yuruvchi mavjudotga qarshi kuchga ega bo'lmagandek tuyulgan ibodatlarni pichirladi. Bolalar tillarni halol saqlashni o'rgandilar, chunki hatto kichik bir yolg'on ham qonni chaqirishi mumkin edi va ota-onalar yolg'onchilarni soyaga sudrab borishi, ular boshqa hech qachon ko'rinmasligi, ularning ovozlari tunning qorong'usida zaif aks-sado berib, qorong'ulikdan kechirim so'rashi haqida hikoya qilishdi. Bir kuni kechqurun qishloqqa notanish bir kishi keldi. Ko'zlari sonayotgan chok kabi miltillagan rangbar, ozgin odam va u ularning qo'rquvini masxara qildi. Tuz va ibodatlarni masxara qildi. Bunday bema'nilik tiriklarga zarar yetkaza olmasligi xurofot ekanligini da'vo qildi. O'sha kecha uning kulgisi tepaliklarga aks-sado berdi, toki u to'satdan jirkanch, nam tovush bilan to'xtatilguncha va ertalab qishloq aholisi uning uyini bosh, derazasiz topdilar. Parchalanib, ostonada aniq qora qol izi tuproqqa chuqur bosilib qolgandek, go'yo yerning o'zi uni rad etgandek edi. Hatto tunda atrofdagi o'rmonlarga kirib kelgan eng jasur ovchilar ham, ular bilgan biron bir jonzotga tegishli bo'lmagan qadam tovushlarini, gunohlarni baland ovozda gapiradigan pichirlashlarni va oy nuridan mustaqil ravishda miltillaydigan soyalarni eshitib, ko'rishlarning chekkasida uchib, ularni titratib, sochlarini tik qilib, qora qol yaqinda bo'lganiga, ularni jimgina kuzatib, ayblarini o'lchab ushlashga tayyorlaganiga amin bo'lishganini hikoya qilishardi. Qorovuldagi tunlar shafqatsiz qochish oyiniga aylandi. Odamlar qorong'i tushgandan keyin ham gaplashmasdi, hatto bir-birlarini ogohlantirish uchun ham. Chunki tovushning o'zi qonni yaqinlashtirishi mumkin edi va ichkaridan qulflangan eshiklar yetarli emas edi. Chunki guvohlarning ta'kidlashicha, qol yog'ochdan o'tib, devorlar bo'ylab sirpanib, yuqoridagi shiftga yumshoq urib, ularga qarab kutayotganini eslatishi mumkin edi. Qiziquvchan va itoatsiz bir yosh bola, bolalarni qo'rqitish uchun mo'ljallangan hikoya deb o'ylab, qolga duch kelishga qaror qildi va u uygoq qoldi. Pichirlashlarni tingladi, uni paydo bo'lishga jur'at etdi. Soatlar o'tdi va uy jim qoldi. Yarim tundan o'tib, harorat keskin pasayib, nafasi oldida xiralashdi va xonasining burchagidan topigini muzdek bir narsa ushlaganini his qildi. Shunchalik sovuq ediki, u yonib ketdi va qarasa, hech narsa yo'q edi, lekin pichirlashlar boshlandi. U aytgan har bir mayda yolg'onni, har bir aldamchilikni ham zaif, ham imkonsiz darajada yaqin ovozda ovoz chiqarib o'qidi. Keyin esa to'satdan shoshilib, bilagini mahkam ushlaganini, uni soyalar tomon yon tomonga tortganini, polga urilganini his qildi. Qora qol uning ko'kragiga bosganida. Ko'kragiga bosganida avlodlar davomida oilalarni ta'qib qilib kelgan kulgan iz qoldirdi va u tirik qolgan bo'lsa ham, boshqa hech qachon gapirmadi, bir ogiz ham gapirmadi. Aks holda qol tugashi uchun qaytib keladi. Bu nimadan boshlangan edi? Oqsoqollar qol faqat qasos ruhi emas, balki inson aybining ko'zgusi ekanligini har safar yolg'on pichirlanganda, ogirlik qilinganda, yashiringan sirda kuchayib borishini va qorovuldagi har qanday tirik mavjudotdan ko'ra sabr-toqatliroq ekanligini aytishdi. U kutdi, kuzatdi va faqat tun eng chuqur va qurbonlarning qalbi ogirlashganda zarba berdi. Shuning uchun u keltirib chiqargan dahshat qo'rquv, yolg'izlik va qochish yo'qligini, uni ushlab turadigan yashirin joy yo'qligini bilish bilan kuchaydi. Hatto eng jasur oilalar ham oxir-oqibat uylarini tashlab ketishdi. Eshiklarni ochiq, olovlarni sovuq va chorva mollarini qarovsiz qoldirishdi. Chunki qora qol bilan savdolashish, pora berish yoki aldash mumkin emas edi va uni soyaga ergashishga jur'at etgan har bir kishi hech qachon qaytib kelmadi. Faqat qoraygan barmoqlar va jimgina yovuzlikka to'la ko'zlar haqida gapiradigan pichirlashlar qoldirdi.
Bugun mintaqadan o'tgan sayohatchilar zulmatga botgan qishloq hali ham turgan. Ammo bosh yog'och uylar, ostonalardagi aniq palma shaklidagi kuydiruvchi izlar va ko'kragiga bosgan chuqur sukunat haqida past ovozda gapirishadi. Bu ularga qora qol har doimgidek sabr bilan kutayotganini va insoniyat gunohlari hech qachon chinakamiga komilmaganini eslatadi. Chunki qorovulda har bir yolg'on, har bir ogirlik, har bir yolg'on pichirlashi ko'rinmaslar uchun xarita kabi havoga oyib ishlangan. Qonni keyingi qurboniga yo'naltiradi, dahshatning davom etishini, buzilmasdan, cheksiz va muqarrar bo'lishini ta'minlaydi. Agar erkaklar va ayollarning qalbida tunda bexabar yurishga qodir aybdorlik bo'lsa, chunki qora qol vaqt, makon yoki oliy tushuncha bilan bog'liq emas. Bu qishloqning soyasi, tunning sovuq nafasi va qorong'ulik chaqirganda hech bir gunoh jazosiz qolmasligini abadiy eslatadi.